Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Oybek Mahmudov kanali kuzatuvchi a'zolari. Hafta kuniga yakshanba 2026-yilning 15-mart kuni Buxoro viloyati Peshku tumani Navoiy Quruq mol bozoriga kelib, ona bola va bo'g'oz o'g'illar tomonidan boshlangan nasib bo'lsa, ma'qul bo'lsa qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Xo'sh, boshladik bo'lmasa birinchi ona bola sigirlarimizdan. Qora malika, yupqa po'choq sutni yomg'ir qiladigan variantlar. Yelin natlari, mana bolachasi necha chiqarildi? Birinchi qorin xonojincha. Bachasi o'kischa, o'zi xonojin birinchi qorin. Ha, bachasi o'kischami? Bachasi o'kischa necha kunlik u? 5 kunlik u? 4 kun. 4 kunlik. Mana onasi. Qora marvar 10 litr sutga. Mana orqa tomondan ko'rishlari e'tibordan zo'r bo'ylari 1.8 ga pul sakalar. Mana. Ko'krakka qarab yelin solgan mana. Hali endi sutga kiradi, xonojin birinchi qorin, bolachasi o'kischa mana. 4 kunlik e'tibordan ham zo'r sutni quyuq qiladigan variant. To'g'ri narx qancha bu? Mana 32 deyapmiz. 32. 28,5 savdo bo'lib. 28,5 savdo bo'lib beriladi. Qo'shilsa beriladi. Qo'shilsa beriladi. Telefon nomer qoldiramiz to'g'ri. 99lik. 99lik. 683 683 94 14. 94 14. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sutni yomg'ir qiladi, birinchi qoringa 10 litr sutga. Ko'krakka qarab yelin zo'ran. Bolachasi buqacha akalar. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon nomerlari qoldiriladi. Xo'sh, keyingi ona bola sigirlarimizga o'taylik akalar. Mana bolachasi, mana onasi, bo'ylari 1.8 ga plyus. Umumiy ko'rinishlari. Mana bu yel natlari akalar, ko'krakka qarab yelin zo'ran. Mana orqa tomondan ko'rinishlari. Mana boshqachalar. Tozan necha qorin bu? 3 qorin. 3 qorin. Bolachasi moda. ha, g'onozincha. 3 qorin bolachasi g'onoz. Suti nechta tozan? 6 litr. 6 litr suti ham bor. Telefon nomer qoldiramiz hozir. Ayting. 97lik. 97lik. 181 181 7500. 7500. Narx qanchami? Narxi 17 million deyapmiz. Qarador 15 so'rayapti. Ha, 17 dan 15 so'radi berilmadi. Qo'shilsa beriladi. Ha, kelishamiz. Ha, kelishiladi. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 17 million bolachasi g'onojincha 10 litr sutga. Orqa tomondan ko'rishlari bo'ylari 1.8. Telefon raqamlari qoldirildi. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, keyingi ona bola sigirlarimizga o'taylik. Mana bolachasi, mana onasi bo'ylari 1.20 ga plyus. Mana bu yel natlar akalar. Natlarning narxi 7 cm. Mana orqa tomondan ko'rishlar. Assalomu alaykum. Ha. Bolachasi nima tozami? Modda biz. Bolachasi g'onojincha necha qorin? Ikkinchisi. Suti ham bor. 6 litr suti bor. 6 litr suti bor. Narx qancha? Buni 21 million so'rayaptilar, 23 bo'lsa beraman. Ha, 21 million so'raldi, berilmadi, 23 bo'lsa beriladi. Telefon nomer qoldiramiz hozir. Yozing. Ayting. 97lik. 97lik 855 855 35 30 ha? Yana sigir kerak bo'lsa uyga borish ketdi. Yana topiladi. Ha. 40 millionlik sigirlar. Ha. Zo'rlardan topib beraveradi to'g'ridan o'zlari. Mana umumiy ko'rishlari ona bola. 2 qorin 6 litr sutga bo'ylari 1.20. Agar ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasiz, telefon raqamlari. 20 litr sut beradigan ham bu. Turdan topib berasiz o'zi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, keyingi ona bola sigirlarimizga o'taylik akalar. To'qol, Eston. Mana bolachasi. Ha. Mana bu yel natlar akalar. Bo'ylari 1.8 ga plyus. 21 deyapman, kelishtirib beraman. Suti nechta tozami? Endi bir tozatlikdan 3 kunlik nima garantiya? 3 kunlik. Sutini aytolmayman. Ha, endi sutga kiradi. Necha qorin? Birinchi qorin bu. Birinchi qorin. Bolachasi g'onojinchami, buqachami? 10-cha. Bolachasi g'onojincha. Bunisi-chi? Bunisi ham 10-cha bolachasi. Bunisi ham bolachasi g'onojincha. Bo'ylari 1.15 ga plyus. Mana yel narxlari. Qora yelin, qora soska. Nima deysiz? Ertaga 5 litr suti bor buni ham. Ha. 5 litr suti bor, birinchi qorin, bolachasi g'onojincha buni ham. Narx qanchadan? Kelishtirib beraman 19, bunisi 21. Ha, kelishtirib beraman. Bozor qanchadan qildi hozir? Bozor buni 18,5 qildi. 18,5 qildi. 16 bo'ldi. 16 bo'lib berilmadi. Qo'shilsa beriladi. Berilmadi, mana kelishtirib. Telefon nomer qoldiramiz hozir. Ayting. 99lik. 99lik 735 72 22. 735 72 22. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Birinchi qorin ikkovi ham bolachasi g'onojincha. Bunisi 3 kunlik, bunisi o'gandir 10 kunlik. 5 litr suti bor ekan.
Mana Eston, To'qol. Aloqaga chiqaversa telefon raqamlari qoldiriladi akalar. Xo'p, keyingi ona bola sigirlarimizga o'taylik akalar. Mana bolachasi, onasi qoramollar. Mana yellarlari ko'krakka qarab yelin solgan akalar. Buylari 1.18, 1.20 ga plyus akalar. Bosh bichimlar. Narx qancha ekan hozir? 25 million. 25 million. Bozor savdo qilindimi? Bitta sigir oluvdi. 22 yarim. Telefon olib qoldiramiz hozir. Kerakmi? Bozoringiz bersin. 22,5 million savdo bo'lgan. Xo'sh, keyingi bo'g'ozlarimizga o'taylik. Mana umumiy ko'rinishlar bo'ylari 1.8 ga plyus. Mana bu bosh. Birinchi qorin? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qoringa 9 oylik yetuk bo'g'oz. Kuni qolgan. Bir hafta ko'taradi. Orqa tomondan ko'rishlari e'tibordan zo'r. Bolasi haftaligi qolgan ekan. Mana bosh bichimda narx qancha to'g'ri? 23 deyapmiz, 19 savdo bo'lyapti. 22 bo'lsa beriladi. 23 dedingiz, 19 savdo bo'lib berilmadi, 22 bo'lsa beriladi. Telefon nomeri qoldiramizmi? 94 94lik. 058 058 90 9050. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yetuk bo'g'oz ikkinchi qoringa. Bo'ylar 1.8 ga plyus. Orqa tomondan ko'rishlari e'tibordan zo'r. Aloqaga chiqaversa telefon raqamlari qoldiriladi. Xo'sh, keyingi bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz qo'nashlarimizni davom ettirib ketaveramiz akalar. Mana umumiy ko'rinishlar. Bo'ylar 1.22 ga plyus. Narx qancha to'g'ri? 22 bo'lsa beraman. 22 bo'lsa beriladi. Bozor savdo qildimi? 20 million savdo bo'ladi. 20 million savdo bo'lib berilmadi. Nechinchi qoringa? Birinchi qoringa necha oylik? 9 oylik bo'lganmiz. Yetuk bu ham. Mana orqa tomondan ko'rishlar. Yetuk bo'g'oz. Narxini aytdik. Telefon olib qoldiramiz hozir. 90lik. 90lik. 635 635 1516. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bu ham yetuk bo'g'oz akalar mana. 9 oylik. Bo'ylari 1.20 ga plyus akalar, 1.22 uradi. Aloqaga chiqarsa ko'rsab o'tirganmiz. Xo'sh, keyingi bo'g'ozlarimizga o'taylik. Qora marmar bo'ylari 1.22 ga plyus akalar. Mana umumiy ko'rishlari o'qi yelin qora soska. Mana orqa tomondan ko'rishlari e'tibordan zo'r. Bunisi ikkinchisi bo'ylari 1.15 ga plyus. Mana bosh bichimlari ikkovini. Toza narx qancha ekan bular? Bunisi 30 deyapman, bunisi 14. 300 million, 14 million. Bu yetukmi? Tushunmadim. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. 8 oylik. Bunisi-chi? Bunisi 4 oylik bo'ldi. 4 oylik bo'g'oz. 300 millionga 17 million, ha? 14 million. 14 million. Bozor savdo qilindimi buni? Yo, bachasi emas. Bu sotildi уже. So'ttizmi? Sotildi. Qanchaga so'tdingiz? 23,5 million. 23,5 ga so'tdingiz. Bunisi-chi? Bunisi ham sotamiz. Yo'q, oladi. Telefon nomeri qoldiramizmi o'zi? Telefon nomer Ayting. 99lik 99lik 282 282 56 54. 56 54. Bunisi 23,5 millionga sotildi akalar, 8 oylik bo'g'oz. Bunisi 4 oylik bo'g'oz. 14 million kam bor. Telefon raqamlari qoldirildi, ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'p, keyingi ona bola sigirlarimizga o'taylik akalar. Mana bolachasi o'rnancha mana. Gibrid onasi. Qoramonot. Bolachasimi, onasimi aka? Nechinchi qoringa bu? 3-chi qorin. Suti ham bor. Bor. Mana yildan qara aka. Suti nechta bor? Sutaga 5 ta bolasidan tashqari. Bolasi 1 oylik bormi? Yo'q, 20 kunlik. 20 kunlik. Bolasidan tashqari 5 litr sut ham beradi. 26 million. Savdo deyishmi? Savdo. So'rang ko'rdik. 26 million so'm narx aytilyapti aka. Mana orqa tomondan ko'rishlari bo'ylari 1.8 1.20 ga plyus akalar. Umumiy ko'rishlar. 3-chi qorin bolachasi qo'nozincha. 26 million dedingizmi? 26. Kam bor. Kam bor. Telefon nomeri qoldiramiz hozir. 94lik. 94lik 286 66 33. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, bolachasi qo'nozincha 3-chi qorin. 5 litr suti ham bor. Bozor qancha qildi hozir? 22,5. 22,5 qilib beriladi. Qo'shilsa beriladi. 22,5 ga berilmagan akalar, 26 million so'm narx aytilyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlari qoldirildi. Assalomu alaykum. Qaysi kanalda bor? Xo'sh akalar, keyingi
Bo'g'oz qo'nojlarimizga. Eston. Bular 1.20 ga plyus akalar. Bo'g'ozmi aka? Bo'g'oz. Ikkovi ham bo'g'ozmi? Ikkovi ham. Narx qanchadan bo'ladi? Ularni buni 22, buni 23 deymiz. Buni 23, uni 22. Nechinchi qorin bu? Birinchi qorin, Ikkovi ham birinchi qorin. Ikkovi ham birinchi. Necha oylik bular? 6 oylik. Bunisi 7 oylik, bunisi 6 oylik. Mana orqa tomondan ko'rishlar aka. E'tibordan uzr. Bular 1.20 ga 1.22 plyus. Narxini qancha dedingiz? 23 dan. Ha, 23 dan. Ha, bunisi 22. Bozor savdo qilaman. Savdo qiladi. Qanchadan bo'l? Buni 19,5 so'radilar. Buni 20 so'radi. Uni 19,5, buni 20 so'radi. Berilmadi. Telefon nomeri qoldiramiz hozir. 99 Ayting. 508 99lik 508 77 79 ha? Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ikkovi ham birinchi qoringa Eston ekan. Bo'g'oz. 7 oylikka, unisi 6 oylik. Mana bu umumiy ko'rinishlar. Telefon raqamlari qoldiriladi, akalar ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi bo'g'oz o'rnatamiz. 15 million? Bular 1.15 ga plyus akalar. Mana umumiy ko'rinishlari, mana yil narxlari. Ikkinchi qoringa 3 oylik bo'g'oz akalar. Mana bosh bichimlari bo'ylari 1.15 ga plyus. 15 million bo'lsa beriladi deyapti. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 15 million. Oylikmi? Telefon nomeri qoldiramiz hozir. Aka telefon nomeri qoldiramizmi? Ha? Telefon nomeri. Telefon kerak emas. Kerak emasmi? Ha. Bozor bersin bo'lsa 15 million narx atilib, ikkinchi qoringa 3 oylik bo'g'oz ekan.